Assalomu alaykum. Spektrum geometriya 6-8 kitobimizdan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz nisbat va proporsiya. Demak, nisbat nima? Nisbat bu ikki son yoki kattalikning o'zaro taqqoslanishini ifodalovchi matematik tushuncha bo'lib, ularning bir-biriga bo'lgan munosabatini ko'rsatadi. Xo'p, nisbat qanday hisoblanadi? Masalan, yozadigan bo'lsak, a ning b ga nisbati, a ning b ga nisbati deyiladigan bo'lsa, a bo'lingan b ko'rinishda yoziladi. Yoki kasr ko'rinishda a taqsim b ko'rinishda yoziladi. Ya'ni bu yerda birinchi sonni ikkinchi songa bo'lish natijasida hisoblanadi nisbat. Xo'p, ingliz tilida nisbat ratio deyiladi va belgilanishida masalan 1 bo'lingan 2 ni 1/2 ko'rinishda ham yoziladi. Ya'ni bu 1 bo'lingan 2 degani va yana kasr ko'rinishda 1/2 ko'rinishda ham beradi. Ya'ni 3 xil belgilanish bilan nisbatni beradi. Xo'p, endi proporsiya nima deydigan bo'lsak, proporsiya ikkita nisbatning tengligi. Ikkita nisbat tengligiga proporsiya deyiladi. Proportion deb yozilgan, mana bu proporsiya degan. Demak, ikki nisbat tengligiga proporsiya deymiz. Masalan, bizga aytsaki, nisbati 5 ga teng bo'lgan proporsiya tuzib bering desa, masalan 10 bo'lingan 2 nisbati 5 ga teng va masalan 30 bo'lingan 6 desak ham uni ham nisbati 5 ga teng. Xuddi shu ko'rinishda biz hozir ikkita nisbat o'zaro bir-biriga teng proporsiya tuzdik. Ya'ni ikkita nisbat tengligiga proporsiya deb ataladi degan edik. Xuddi shunday bu ikkita nisbatimiz bir-biriga teng. Endi proporsiyani qanday tekshiramiz? Proporsiya to'g'ri yoki noto'g'ri tuzilganligini. Proporsiyaning asosiy xossasi bor. Proporsiya asosiy xossasi nima? Masalan, men bu yerda yozaman. A bo'lingan b, c bo'lingan d. Mana ikkita nisbat tengligi proporsiya dedik. Bu yerda a bilan d chetki xat hisoblanadi, b bilan c o'rta xat hisoblanadi. Va proporsiya asosiy xossasi o'rta xatlar ko'paytmasi chetki xatlar ko'paytmasiga teng. Ya'ni a bilan d ni ko'paytmasi b bilan c ning ko'paytmasiga teng. A bilan d chetki xatlar, b bilan c o'rta xatlar. Endi agar bu bo'lish ko'rinishda emasda kasr ko'rinishda berilgan bo'lsa, ya'ni a bo'lingan b, c bo'lingan d bo'lsa qanday tekshiramiz proporsiya emasligini? Cross ko'rinishda ko'paytiramiz. Ya'ni a ni d ga, b ni c ga ko'paytirib. Xo'p, masalan birinchi misollarimizga qaraymiz. Birinchi misolimiz a siga qaraymiz. Birinchi misolimizni a sida bizga 1/2 teng 3/6. Proporsiya proporsiya emasmi? Shuni tekshirish haqida gap ketgan. Xo'p, tekshiring va agar to'g'ri bo'lsa true katta T belgisini qo'yib keting degan. Xo'p, biz cross ko'rinishda ko'paytiramiz. 6 ni 1 ga ko'paytsak 6, 2 ni 3 ga ko'paytirsak 6. Ya'ni 6 teng 6 bo'ldi. Demak, bu proporsiya ekan, true. Keyingisi 5 kara 10 50, 8 kara 3 24. Ya'ni 50 teng emas 24 ga, demak bu proporsiya emas. 1 kara 9 9, 3 kara 3 9. Demak 9 teng 9, bu true qo'yamiz, proporsiya ekan. Demak, endi bo'lish ko'rinishda berganda
bizga chetki hadlarimiz 4 bilan 4, o'rta hadlarimiz 9 bilan 9 bo'lyapti. O'rta hadlar ko'paytmasi chetki hadlar ko'paytmasiga teng bo'lsa, ya'ni 4 kara 4imiz 9 kara 9ga teng emasligidan bu proporsiya emas ekan. Kasr ko'rinishda berilgan kross ko'rinishda ko'paytsak 3 kara 6, 18 kara 1. 18 teng 18 bu nima degani? Proporsiya bo'la oladi. Endi biz boya aytgandik, proporsiyani 2/5 ko'rinishda bersa ham bu 2 bo'lingan 5, 5/12 bo'lsa ham 5 bo'lingan 12. Xo'p, bu nima? O'rta hadlar ko'paytmasi, chetki hadlar ko'paytmasiga qo'yadigan bo'lsak, 12 bilan 2 ni ko'paytiramiz. 5 bilan 5 ni. Ya'ni 24 teng emas 25 ga, demak bu proporsiya emas. Xo'p, 3-misolga kelsak. Shu ko'rinishda, shu tartibda hisoblab ketamiz. Bu 44 teng 44 bo'lib qolar ekan kross ko'rinishda ko'paytirganimizda. Demak bu proporsiya bo'ladi. Buni 6 kara 6 36, 3 kara 7 21, ya'ni 21 teng emas 36 ga. O'rta hadlar ko'paytmasi, chetki hadlar ko'paytmasidan foydalandik. Bu proporsiya bo'lmaydi. Keyingisi 6 kara 21, 7 kara 18. 126, 126 bo'ladi. Demak proporsiya bo'ladi. True. Xo'p, 4-misolimizga keldik. 4-misolimizda bittasi kasr, bittasi bo'lish bilan bergan. Yo ikkalasini ham kasr, yo ikkalasini ham bo'lish ko'rinishda yozib olsak. Xo'p, 3 bo'lingan 2 degani kasr chizig'ining ma'nosi 6 bo'lingan 3 desak, o'rta hadlar 6 bilan 2, chetki hadlar 3 bilan 3. Ko'paytiradigan bo'lsak 9 teng 12 bo'lmaganligi uchun proporsiya emas. Keyingisi 4 kara 15, 3 kara 20. 60 teng 60, demak bu proporsiya bo'ladi. True. 4 kara 9, 3 kara 16. 36 teng emas 48 ga, bu proporsiya bo'lmaydi. Keyingisi. Xo'p, kasr ko'rinishda yozsak 10 taqsim 12 degani 30 taqsim 36. Demak kross ko'rinishda ko'paytsak 12 kara 30, 10 kara 360. 36. Ikkalasi ham 360 bo'ladi. Demak bunga true qo'yamiz. Bu proporsiya bo'ladi. Keyingisi 3 kara 24, 9 kara 4. 9 kara 8. 72 teng 72. Bu ham proporsiya bo'lar ekan. 13 kara 2, 26 kara 1. 26 teng 26, bu ham proporsiya bo'lar ekan. True qo'yamiz. Xuddi shu tartibda qolgan misollarimizni ham bajarib chiqamiz. Xo'p, xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Demak biz keyingi mavzuga o'tamiz. Proporsiyaga qatnashgan tenglamalar. Xo'p, 1, 2, 3 misolni shartlarida, demak proporsiyamizni, har bir proporsiyamizdan n ni toping. Kasr ko'rinishda berilganlar kross usulda ko'paytiramiz. 4 kara n 3 kara 16. Xo'p, 4 ko'paytirilgan n, 3 ko'paytirilgan 16. Ya'ni 4 ko'paytirilgan n teng 48 bo'ladigan bo'lsa, 48 4 ga bo'lsak, demak n teng 12. Xo'p, ikkinchisi. Bu kasr ko'rinishda emas, lekin proporsiya asosiy xossasi o'rta hadlar ko'paytmasi, chetki hadlar ko'paytmasi tengligidan 5 kara n teng 3 kara 20 ga. 5 n teng 60, n teng 60 ni 12 ga bo'ladigan bo'lsak 12. Xo'p, birinchi misolimiz C siga keldik. Demak
1 kere n 7 kere 9. 1 kere n 7 kere 9 63. Demak n teng 63 ekan. Xo'p, ikkinchi misolimizga qaraymiz. n kere 2 8 kere 5. n kere 2 8 kere 5. Demak 2n teng 40, n teng 20 ga bo'lar ekan. Xo'p, o'rta hadlarimiz n kere 6, chetki hadlarimiz 18 kere 3. Xo'p, n ko'paytirilgan 6 teng 54 bo'ladigan bo'lsa, n teng 54 9 ga 6 ga bo'ladigan bo'lsak 9 javobi kelib chiqadi. Xo'p, ikkini sesiga keldik. Xo'p, 2 degani bo'lish, ya'ni 2 bo'lingan 6, 20 bo'lingan n. Xo'p, chetki hadlarimiz 2 bilan n bo'lsa, 2 ko'paytirilgan n. O'rta hadlarimiz 6 kere 20 bo'ladi. Demak, 6 bilan 20 ko'paytmasi. Xo'p, 2n teng 120. 120 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, n teng 60 chiqadi. Xo'p, uchinchi misolimizga keldik. Uchinchisi, demak 11 kere 5 n kere 55. n kere 55 11 kere 5. Demak n kere 55 teng 11 kere 5 55 bo'lsa, n teng 1 chiqar ekan. Keyingisi 6 kere 10 n kere 20. n kere 20 6 kere 10. Xo'p, n kere 20 teng 60, n teng 3 chiqar ekan. Xo'p, uchinchi misolimizni sesi. n kere 27 3 kere 18. O'rta hadlar, chetki hadlar. n kere 27 18 kere 3. n kere 27 Xo'p, 18 kere 3'imiz 54 bo'lsa, n teng 2 chiqar ekan. Xo'p, to'rtinchi masalamizda nima deyapti? Emilya 5 ta amakivachchasi uchun qovoqli pirog tayyorlab bermoqchi bo'libdi har biriga. Xo'p, demak har bir pirogni tayyorlash uchun 15 unitsa, ya'ni bu o'lchov birligi 1 unitsa 28 gram atrofida og'irlikka teng. Ya'ni har bir pirogni tayyorlash uchun 15 unitsa pirog aralashmasi kerak bo'lar ekan, sodaga o'xshash narsa. Demak, bizda aytayaptiki, bitta pirog tayyorlash uchun 15 unitsa kerak bo'lsa, Emilya qancha pirog sodasini sotib olish kerak degan savol. Xo'p, bir qarashda oson, chunki 5 ta amakivachchasi bor. 5 ta bittasi uchun 15 unitsa ketsa, 5 ta uchun ko'paytirib 75 unitsa ketadi deb aytishimiz mumkin. Lekin biz proporsiya mavzusini ishlayotganligimiz uchun bu masalan proporsiya ko'rinishida tuzib olib ishlashimiz kerak. Demak, proporsiya tuzadigan bo'lsak, bitta pirog uchun 15 unitsa. Lekin biz 5 ta pirog tayyorlashimiz kerak, uni bilmaymiz. Uni noma'lum n yoki x bilan belgilaymiz. Mana shuni topishimiz kerak. Bizda proporsiya qiladigan bo'lsak, cross ko'rinishga ko'paytirsak 1 kere n 15 kere 5. Bunda 1 kere n n ga teng, 15 kere 5 75 unitsaga teng chiqadi. Xo'p, keyingi masalamiz. Xo'p, 5-chi masalamiz. Juliyaning $100,000 uyi bor ekan. Xo'p,
Julia har $1000 uchun $5 mulk solig'i to'lar ekan. $1000 uchun $5 mulk solig'i to'laydi. $100,000 uy uchun jami qancha mulk solig'i to'laydi deb aytyapti. Demak, biz proporsiya qiladigan bo'lsak, ya'ni $1000 uchun $5 mulk solig'i. $100,000 uchun x dollar, ya'ni noma'lum, buni bilmaymiz, buni topishimiz kerak. Mulk solig'i to'laydi. Demak, mana shu yerdan o'rta hadlar ko'paytmasi, chetki hadlar ko'paytmasidan foydalanib topadigan bo'lsak, 1000 ni ko'paytiramiz x ga 5 ko'paytiramiz 100,000 ga. Xo'p, 500,000 bo'ladi. 500,000 ni bo'lishimiz kerak 1000 ga. X topadigan bo'lsak, $5,000 kelib chiqadi. Xo'p, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda ko'rishguncha sog', salomat bo'ling.